Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. 18 ming olamni yaratgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nur va salovatlar bo'lsin. Aziz obunachilar, bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar, qora ota, qora aka, qora singillarimiz, hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Mana bugungi jarayonimiz yangi proyekt boshlagan. Men ham bilganlar biladi, xabari borlar. Mana shu YouTube tarmog'ida ko'rsatib borayotganlar, men kuzatib borayotganlar xullas. Shu yangi proyekt boshlaganman. O'zi endi chiqib boshladim, lekin shunga qaramasdan Allohga tavakkal qildim. Faqat Allohga tavakkal qilib, obunachim ham kam, qo'llab turadigan odamlar ham kam. Shunisiga qaramasdan, buyog'i bir xona bo'lsa ham shu qiynalgan opamga uy-joy qilib beraman. Nasib bo'lsa nasib shu bolalariga bir yaxshi bir sharoit bo'lsin degan maqsadga shu yetim bolalar, 3 ta yetim bolalarni uyga kelganman. Hozir nasib bo'lsa videomiz jarayonida bugundan boshlab, mana bugungi chislodan boshlab nasib bo'lsa mana shu oila bilan, mana shu oilani uyi xursandchiligi ham, xafachiligi ham hammasi to uyi bitgancha mana shu yerda bo'laman. Avvalambor meni kuzatib turgan aka-ukalar, hojona, hojotalar iltimoslardan shu videomga befarq bo'lmanglar. Ehsonda bardavom bo'linglar iltimos. 5000 so'mdan bo'lsa ham yordam qilinglar iltimos. Ehsonning mukofoti ehson. Sizlar olim bularga bir bersalaring, sizlarga Alloh taolo 1000 bersin. Meni yuzimni yorug' qilay degan maqsadda, bir yaxshi niyatda, undan oldingi proyektda Rustamjon akam yordam bergan bo'lsa, buni o'zim boshlaganman. Allohga tavakkal qilib, avvalambor Alloh meni qo'llab-quvvatlasin. Shu insonlarni hammalarimiz birlashgan holda insonlar bilan shu uzoqdagi musofirdagi aka-ukalarim bilan xuddi mana Amerikadan, boshqa chet Rossiyadan, keyin Xitoydan odamlar kuzatyapti. Shu hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Nima yaxshi niyatda bitta niyatlariga yetib yursin. O'sha yerdan borgan ishlarda barokat bo'lsin. Bir so'm topsalar ham xayrli qilib bersin Allohim o'shalarning pulini. O'shalarning puli barakali, oilasi tinch totuv, hammalarida baraka bo'lsin. Uylarda qozon qaynasin. Oilalari tinch bo'lsin, totuv bo'lsin. Aka-ukalar, mana hozir men opamning uyiga kelganman. Opam sherda, opa, assalomu alaykum. Hozirmisiz? Sog'lar yaxshimi? Anjoning sog'mi? Charchamasangizmi? Bolajon, assalomu alaykum. Sog'lar yaxshimi? Anjoning sog'mi? Charchamasdan. Ishlar joydami? Men ham mana shu rahmat, men ham ishlarimni tugatdim. Ishlarimni tugatib, shu Nurdinni shu bilsalaring, uni oldin ko'rib siz endi bilmasligingiz mumkin. Shu opam bilan xabarlari bor. Shu Nurdin ukamiz hozir ishlari qolganini, mana shu hammom Ariston masalalari, suv, sovuq suv, bu yerda yana sizni yoshingizdan kattaroq bo'lsa kerak. Yo bilmadim, siz yoshingiz ulug'mi bilmayman. O'sha yenaga bir namoz o'qishida yetaga bir ana o'sha opani ham o'tirgan joyda namoz o'qib, bir aniqlash ibodat bo'lishida bir sababchi bo'lay deb issiq sovuq suvlarni o'rnatib, hammasini joy-joy qilib keldim. Endi nasib bo'lsa nasib bizni yangi proyektimiz mana shu yerda. Mana shu yerda bo'ladi. Nima ishlarimiz bo'lsa, nima anolarimiz bo'lsa, shu yerda bo'ladi. Nasib bo'lsa, yo nasib, nima yangiliklarni sizlardan? Sizlar nima qildi? Qanday bo'lyapti? Sharoitlar qanday? Sharoitlar shu so'z. Hozircha sizga shu sizga yordam, bizlarga yordam qilsa, shu uyini ko'tarsa, mana shu ishda go'dakni nimasiga rahmi kelsin. Meni ham yoshim anchaga yetib qoldi. Bugun bo'lsam ertaga yo'qman. Mana 4 oy bo'lib o'g'lim yerimni bo'lmagani, o'g'lim mana 7 yil bo'lib bo'lmagani. Shu yerim faqat aytardiki, shularga bitta uy qurib bersam armonim yo'q. Shu go'daklarni boshini silab yetaman, o'g'limni oldiga borib, qanday nima deyman? Men uy qila olmadim, senga deymanmi deb ikki ko'zi ko'r bo'lib shu o'g'limni g'amiga o'lib ketdi. Men bugun bo'lsam ertaga yo'qman. Qani edi shu bolalarimga bir uy qilib bersaydim, men ham ko'rsaydim, o'g'limni oldiga, yerimni oldiga yorug' yuz bilan borsaydim deb sizga shuni qilyapman. Qani edi shu yordam beradigan aka-ukalarimiz, hojonalarimiz yordam qilsalaring, shu go'daklarni uyini qursak, men ham bir yaxshi nima bilan o'g'limni oldiga borib, vaqtim xush bo'lib ketsa, yerimni armonlarini o'zim chiqarsam, armon bilan o'lib ketdi u yerim. Sizlardan iltimos, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qaniydi shu
yordam qo'llaringni cho'zsalaring shu go'daklarimga voy qilsam deb orzu havas qilib o'tiribman. Mana sizga rahmat. Shu ishni boshladingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ilohim shu pul tashlaganlardan ham Alloh rozi bo'lsin ilohim. Shu go'daklarni boshpanasini yordam qilib ko'tarsak degan umidda bo'lib o'tirman. Mana nima qilay? Aziz obunachilar, ona enani ko'rdlaring. Erlarning ham orzu havaslari shu ekan o'zi asli. Shu bolalarim, shu o'g'illarni nogiron bo'lgan ekan, uy joy qilib beraman deb orzu havaslari bo'lgan ekan. Shu orzu havaslarni amalga oshirishga yordam qilinglar, iltimos sizlarga. Men bunaqa holatlarga chidab turolmayman. To'g'risi men bu insonlar orzu havasi amalga oshsin, iltimos xalqimiz yordam beringlar. Mana opam ham olib kelganman. Opam ham nimagadir tushkuli ahvolda, opa nima bo'ldi opa? Biron kishi xabar qildingiz sizga? Nima bo'ldi opa? Tinchlikmi? Nima bo'lyapti opajon? Qizim faqat aytadi, aya, endi hammamiz bitta uyga noqulay bo'lyapti, kunlar isiyapti. Bir odam yotishi bor, turishi bor. Katta akam ham keldi, akamni olgan yotishim, turishim noqulay bo'lyapti dedi. Ular gap so'zini o'ylab kichkina o'g'lim ham bir non olib kiray, bir nima qilay deb ishlaydi maktabdan kelib. Shularni o'ylaymanda. Opa, shu mana birinchi kun kelgandan beri o'g'lingiz bilan gaplashgandan beri men o'zimni bashim noqon qilamanda. Shu bola non uchun 15 ming uchun maktabdan kelib ishim kela solib ishga ketar ekan shu uyga. Uyga ham bir dam olmaydi, bir nima qilmaydi. Ayajon bir ikkita non olib kiray uyga deb ishga ketadi. Qizim ham hozir nimaga ketgan? Sertifikat olishga Rusulda. Ayajon ketgan joyim, ayajon qaniydi shu uyimiz bitsa edi. Akamni olgan yotishim noqulay, akam ham keldi. Bir xona uyda turgan. Endi noqulay bo'ladi. Qiz bolaman deb men o'zim ham o'ylayman. Erta hadimay mana qizim bitiryapti maktabda. Qizimni uzatishim kerak. Uy yo'q, joy yo'q. Shuni o'ylovdamanda uka. Opajon, mana shu xalqimizdan, yurtdoshlarimizdan chiroyli qilib inshaalloh va avvalo Xudo bular sababchi. Nasib bo'lsa nasib, agar shular ukajon shu opaga yordam qiling, biz yordam qilamiz deb befarq bo'lmasa, Befarq bo'lmanglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bergan insonlaringiz dunyoda o'zlaringizga so'yibon bo'lsin. Allohim sizlar bir kun bergansizlar, Allohim mingini bersin sizlarga. opani ham shart o'zlarimni bir topar tormonlari yo'qda aka-ukalar. Chunki agar qo'llarida mablag'lari bo'lib, shunday holatda o'zlari qarab turgan bo'lsalar ham boshlayapti. Men kelib shu yerda o'zim kuzatib turibman opani. Kelyapman, bu 4-mi, 5-marta kelishim, lekin opa har safar kelgandan shu ishlar bo'layotganidan yana xursand bo'lib kelib ketayotganimgami, avvalambor qo'llab turgan sizlar qo'llasanglar mana shu opaga bir yordam qilaylik. Qizim bo'yi yetgan deyapti. Ertaga uzataman desam, mehmon kutib olayotgan joyim yo'q. Bolalarim bitta xonada, ikkita o'g'lim, o'zim bitta xonada yashayman. Lekin qizim yig'layapti, akalarim bilan bir xonaga qilishda. Nur akalar musulmonchilikdan to'g'ri kelmaydi. Dinda ham to'g'ri kelmaydi, to'g'ri tushuninglar. Shu opamizga hech bo'lmasa bir 2 xona uy qilib berishga yordam qilinglar. Bu endi men bir tavakkal, Allohga tavakkal qilib boshlagan bolaman. Avvalambor Alloh kelgan sababchilar bo'lib qolasizlar. Mana shu ehsonda bardavom bo'linglar. 5000 so'm biz ham shu kartamizni qo'yib boramiz video davomida. Shu kartamizga pul tashlab ketinglar. Kimdir ehson qilolmayotgan bo'lib, o'zini kechira olmay turgan bo'lsa, mana shu like, keyin kommentariyani shunday gumillatib yozib ketinglar. Qolgani bizdan. Avvalo Alloh, keyin biz. Sizlarga hammalarini mana opam o'zlari iltimos qilyapti. Mana qaynalari orzu havaslari bor ekan, yerlarni shu havas orzu qilgan ekanlarki, shu o'g'limni nogiron bo'lsa, o'zi qilolmaydi baribir. O'zim qilib beraman, shunga uy joy deb o'g'illari o'tib ketgandan keyin ko'zlari nogiron bo'lib, ko'zlari ko'rmay qolgan ekan. Uzr. Yani ko'zlari ko'rmay qolgan ekan. 4 oy burun o'tib ketgan ekanlar. Joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari bo'lsin. Opam действительно qiynalganlar. Erlari nogiron bo'lgan, shu erlarga sabr qilib bolam chaqqamda yashab, erlari shu
umrlari qisqa ekan, o'tib qoldilar. Endi o'yinlardan keyin o'zini juda noqulay his qilib, tushkunlik holatlarda. Iltimos shu tushkunlik holatdan chiqaraylik shu opamizni. Xuddi ana yenani uyini ko'rgan yena videosini qo'yganmanki, qanday xursand. Bular ham shunaqa xursand bo'lsin. Iltimos xalqimiz, yurtdoshimiz, musofirdagilar hammalaring qo'llab-quvvatlanglar sizlardan iltimos qilib so'rayman. Alloh sizlarga bersin. Bularga bir bersalaring sizlarga ming qilib bersin. Minglaringni trillion qilib bersin. Qilgan ehsonlarimiz boshimizda jannatda soyobon bo'lsin. Aziz obunachilar, mana shu oila uchun ozgina vaqtlarini ajratib, mana shu videoni oxirigacha kuzatganlaring uchun sizlardan bag'oyatda men xursandman. Sizlardan mana shu oila uchun nimaki ehson qilasizlarmi, duo qilasizlarmi haqlariga Alloh hammalaringdan rozi bo'lsin. Ehsonning mukofoti ehson. Bu dunyoda qilgan ehsonimiz jannatda boshimizda soyobon bo'ladi inshaalloh. Mana shu savobda ukajon, mana menman. Mana shu uyda qo'llashing, qilishingga, qurishingga men yordam beraman. Sen orqangga men turgan aka-ukalar, kelgan mana ehson qilgan aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bugun bir akamiz 100 ming so'm ehson qilibdi. Hozir o'tirib hammalarining haqiga bitta chiroyli qilib duoda qildirib qo'yaman. Mana yenaga nasib bo'lsa nasib. Mana shu uyda ko'taraylik akalar, iltimos. Obunachilar, biz hozir uje mana shu birinchi proyektimda men ishni boshladim uje mana. Nasib bo'lsa yomg'ir ham yog'yapti tepadan. Sezilyaptimi? Yerlarga mana yomg'irda yomg'ir yog'yapti. Yo'q, ishni boshlayman, deb turibman. Shunday bo'lishiga qaramasdan shu bu yomg'ir men o'yladim shu yetimlarni ko'z yoshi bo'lsa kerak deb o'zimcha hayotni o'tkazdim, lekin ishni boshladim. Bu yomg'irlar bizga dalda beradi. Opa, ketmon bellaringiz bormi? Ketmon bellari nima? Hali anaqa ketmon bellar, unaqa narsalarga hali o'qiganim yo'q. Ketmon bellar olib beringlar. Ustamjon, ketmon bellar olib kelgan. Bo'lsa, nasibda ketmon bel lapatga olishimiz kerak. Agar hozir ber ketmonlarni ko'rsangiz, yaxshi bo'lmasa ketmon bel olishimiz kerak. Kimdir ketmonga deb 50 ming so'm, 40 ming so'm tashlab bersalar, shu uyga sov bilan to shu uy bitgancha kimdir lapatga degan ana o'xshab mana ketmonni ko'rasizlarmi? Aziz obunachilar, mana mayda bu ketmonlarda ishlamayman, lekin hozir shu bugun harakat qilishlarni shu ketmon belga deb ehson qilinglar, iltimos sizlardan. Alloh hammalaringdan rozi bo'lsin. Shu ehsonlarni boshlaysan opa. Endi yerga qilinadigan ishlar bor. Shu ishlarni qilamiz deb bugundan boshlaymiz opa mana ishni. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Keyin shu mahallani oti anosi nima edi? Mahallangiz nima edi opa shu mahallani? Yetimda yo'q. Qarashiq mahallasimi? Ha, Qarashiq mahallasi. Qarashiq mahallasidan kuzatib turgan mana o'zing kommunizm Qarashiq mahallasidan kuzatib turgan aka-ukalar, mana shu mahallada hashar bo'lyapti. Hasharda bardavom bo'lar, iltimos. Bugungi anondan boshlab mana bugun videomiz chiqadi, shu videodan boshlab hashar ketmoqda. Yo'qsa men telefon raqamimga telefon qilib, masalaga adresni, shu anonsini, lokatsiyasini tashib beraman. Hashar mana shu yerda. Ehson qilaman deganlar ham mana shu yerda bo'lamiz. Kelinglar, kuzatib, mana shu uyda qanaqa sharoit o'rganib ketasizlar. Sizlarning mahallaning hasharda qanday? Ustamjon, odamlar hasharga kelib turadimi? Mana shuni ham hashar yo'li bilan nima qilganmiz? Hasharda kelib turishadigan, ha? Gap yo'q. Hashar yo'li bilan kelishadi, qilishadi ular. Mana shu Qarashiq mahallasining fuqarolari mana shu opamizni tanisalarim kerak. Shu opamizda shu ikki xona, bir xona imkoniyatimda men endi anaqa qilgan blogerman. Uy qilish niyatdaman shu bolalar uchun. Shu bolalarimni sharoit qilaman. Mana videolarimni ko'rib bo'ldilar, xullas ishni boshlab yomg'ir yog'yapti, ozgina bo'lsa ishlamasam bo'lmaydi. Mana shu yerda mana o'tinlarni, narsalarni bu yerdan olib, mana bu baland bo'lib qolgan joylarni mana fundamentiga tashab, shu ishlarni opa mana uni qo'ying. Yo bismillahir rohmanir rohim. Ishimizni Alloh xayrli qilsin.